Inson o'zidan qachon uzoqlashadi? Inson birdaniga o'zidan uzoqlashmaydi. Bu jarayon sekin, sezilmasdan, bosqichma-bosqich sodir bo'ladi. Avval u kichik "mayli" degan so'zdan boshlanadi. Keyin esa bu "mayli" degan so'z harakatga aylanadi. Inson o'zidan birinchi marta qo'rqqan paytda uzoqlasha boshlaydi. U o'z fikrini aytmoqchi bo'ladi, lekin rad etishdan cho'chib jim qoladi. U o'z istagini bildirgisi keladi, lekin "nima deyisharkin" degan savol uni to'xtatadi. Shu lahzada u ichki ovozni emas, tashqi tasdiqni tanglaydi. Uzoqlashishning keyingi bosqichi o'zini boshqalar bilan solishtirishdir. Inson o'z qadrini ichidan emas, tashqi mezonlar bilan o'lchay boshlaydi. U kimdir kabi bo'lishga urinadi, kimningdir yo'lini ko'r-ko'rona takrorlaydi. Shunda u o'z yo'lini yo'qota boshlaydi. Chunki ko'chirma qilinayotgan hayot hech qachon asl menning hayoti bo'la olmaydi. Inson yana shunday o'zidan uzoqlashadiki, u o'z his-tuyg'ularini inkor qilganida. Og'riqni sezadi, lekin "men kuchliman" deb yashiradi. Xafa bo'ladi, lekin "mayli, ahamiyatsiz" deydi. Charchaydi, lekin o'zini majburlab davom etadi. Hissiyotlarni tan olmaslik ichki aloqani uzishning boshlanishidir. Yana bir muhim nuqta bor. Inson mas'uliyatdan qochganida o'zidan uzoqlashadi. U o'z tanlovlarini tan olmaydi. Aybni sharoitga, odamlarga, taqdirga yuklaydi. Shu bilan u o'z kuchidan voz kechadi. Chunki mas'uliyat bor joyda kuch bor. Mas'uliyat yo'q joyda esa ojizlik hukm suradi. Inson o'z qadriyatlarini sotganda ham o'zidan uzoqlashadi. U ichida noto'g'ri ekanini bilib turib, qulaylikni tanglaydi. Haqiqatni bilib turib, jim turadi. Foydani vijdondan ustun qo'yadi. Har bir bunday qaror ichki mustahkamlikni yemiradi. Eng xavflisi shundaki, bu jarayon og'riqli emas, balki odatiy tus oladi. Inson asta-sekin o'z holatiga ko'nikadi. U ichki bezovtalikni "hayot shunaqa" degan jumla bilan oqlaydi. U o'z orzularini "real bo'lishi kerak" degan bahona bilan cheklaydi. Va bir kuni u oynaga qarab, o'zini tanimay qoladi. Aslida esa inson o'zidan uzoqlashmaydi, u o'zini unutadi. U asli kimligini, nimani xohlashini, nimaga ishonishini unutadi. U yashashni davom ettiradi, lekin ichki uyg'oqlikni yo'qotadi. Savol shunday: bu jarayonni to'xtatish mumkinmi? Ha, mumkin. Uzoqlashishni qanday sekin boshlangan bo'lsa, qaytish ham shunday boshlanadi. Ongli qaror bilan. Inson bir kuni kelib o'ziga savol beradi: men kimman? Men nimani xohlayapman? Men nimaga xizmat qilyapman? Ana shu savol uyg'onishning boshlanishidir. O'zidan uzoqlashgan inson zaif emas, u shunchaki uzoq vaqt boshqalarning ovozini eshitib, o'z ovozini unutgan. Qaytish esa shovqin ichida emas, sukunatda boshlanadi. Ichki halollikdan boshlanadi. Mas'uliyatni qabul qilishdan boshlanadi. Inson o'zidan uzoqlashganda hayot og'irlashadi. Inson o'ziga qaytganda esa hayot aniq va ravshan bo'la boshlaydi. Shuning uchun eng muhim savol shunday: sen bugun o'zingga yaqinlashyapsanmi
yoki yana bir qadam uzoqlashyapsanmi? O'ylab ko'r. Nega o'z ustingda ishlash bu majburiyat? O'z ustingda ishlash ixtiyoriy ish emas, bu majburiyatdir. Chunki sening hayoting uchun javobgarlikni hech kim sening o'rningga olmaydi. Inson ko'pincha o'z muammolariga tashqaridan sabab topadi. Sharoitni ayblaydi, odamlarni ayblaydi, vaqtni ayblaydi. Ammo haqiqat oddiy. Agar hayoting o'zgarmasa, demak o'zing o'zgarmagansan. Hayot ichki holatingning aksidir. O'z ustingda ishlash bu o'zingni ayblash emas, bu o'zingga javobgar deb tan olishdir. Sen o'tmishni o'zgartira olmaysan, lekin bugungi fikringni, qaroringni va odatingni o'zgartira olasan. Agar sen buni qilmasang, eski fikr va eski odatlar seni yana eski natijalarga olib keladi. Yana bir sabab bor. Agar sen o'z ustingda ishlamasang, hayot baribir seni o'zgartiradi. Faqat bu o'zgarish og'riqli bo'ladi. Xatolar orqali, yo'qotishlar orqali, pushaymonliklar orqali. Ongli ravishda o'sish osonroq, majburan o'zgarish esa qiyinroq. O'z ustingda ishlash bu ichki tartib yaratishdir. Fikrlaringni tozalash, his-tuyg'ularingni boshqarish, odatlaringni tartibga solish demakdir. Chunki tartibsiz ichki dunyo tartibsiz hayotga olib keladi. Bu majburiyat yana shuning uchun zarurki, sen boshqalarga ham ta'sir qilasan. Oilang, farzandlaring, yaqinlaring sening holatingni sezadi. Agar sen ichki jihatdan kuchli bo'lsang, atrofingdagilar ham mustahkam bo'ladi. Agar sen zaif bo'lsang, bu zaiflik ham tarqaladi. Eng muhimi, sen o'zing bilan bir umr bo'yi birga yashaysan. Boshqalar keladi va ketadi, lekin sen o'zingdan qochib qutula olmaysan. Shuning uchun o'zing bilan ishlash eng muhim vazifa. O'z ustingda ishlash bu mukammal bo'lish degani emas. Bu har kuni bir oz yaxshiroq bo'lish degani. Kechagi o'zingdan kuchliroq, ongliroq va mas'uliyatliroq bo'lish deganidir. Agar sen o'z ustingda ishlasang, hayoting sen xohlaganday bo'ladi. Agar ishlamasang, o'sha eski hammom, eski toshni oldida o'tiraverasan. Shuning uchun bu tanlov emas, bu majburiyatdir. O'ylab ko'r. Samorazvitiyaning oxirgi bekati nimani anglatadi? Samorazvitiyaning oxirgi bekati deganda mukammallik tushunilmaydi. Bu boylik, mashhurlik yoki tashqi muvaffaqiyat cho'qqisi ham emas. Bu insonni o'ziga yetib kelishi, o'zini to'liq anglab, ongli ravishda yashay boshlashi demakdir. Ko'pchilik shaxsiy rivojlanishni cheksiz jarayon deb tasavvur qiladi. Doimiy treninglar, yangi maqsadlar, yangi odatlar, yana va yana o'sish. Albatta, o'sish jarayoni davom etadi, ammo bir nuqta bor. Ichki burilish nuqtasi. Ana shu nuqta oxirgi bekat deb ataladi. Bu bekat shuni anglatadiki, inson endi o'zidan qochmaydi. U boshqalarni ayblamaydi, sharoitni bahona qilmaydi. U o'z fikri, hissiyotlari va qarorlari uchun javobgarlikni to'liq qabul qiladi. U tashqi tasdiqqa muhtoj bo'lmaydi, chunki ichki tayanchga ega bo'ladi. Samorazvitiyaning oxirgi bekati bu o'ziga hukmronlik qilish darajasi. Inson o'z kayfiyatini boshqara oladi.
qo'rquvlariga taslim bo'lmaydi, vaqtinchalik hissiyotlarga qaram emas, ongli qarorga tayangan holda harakat qiladi. U sharoit qurboni emas, o'z hayotining muallifiga aylanadi. Bu darajaga yetgan inson mukammal bo'lib qolmaydi. U ham xato qiladi, u ham charchaydi, u ham qiynaladi. Farqi shundaki, u o'zini yo'qotmaydi. U ichki markazni saqlab qoladi. U har qanday vaziyatda ham o'z qadriyatlariga sodiq qoladi. Yana bir muhim jihati shundaki, oxirgi bekat bu tinchlik holati. Bu tashqi shovqin ichida ham ichki sokinlikni saqlash qobiliyatidir. Bu o'zini boricha qabul qilish, lekin shu bilan birga o'sishni davom ettirishdir. Demak, samorazvitiyaning oxirgi bekati bu tashqi cho'qqi emas, ichki poydevor. Bu o'zini anglash, o'zini qabul qilish va o'zini boshqarish darajasi. Ana shu nuqtadan boshlab inson haqiqiy erkinlikni his qila boshlaydi.